Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben potmuş polvon. Biz yolga çıkıp. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来展示给你看。水翼上英雄就是我们，水翼上英雄就是我们。大家在睡觉，大气纷飞，西凉世纪。Oğlunu konuk düşürüşünü bilmeymen. 水翼上英雄就是我们，水翼上英雄就是我们。 Bizga uxlash yigit xizmati. Potmuş polvon uyida tush ko'rmoqda. Rasmli kitobda kunda jalb qarchaqmoq polvonning birinchi soni borligi ishongim kelmayapti. Uning xosiyatli iqtidori qanday erishganligini oxir bildim. Bu degan dunyodagi birdan-bir ko'chirilgan nusxasi har qanday havaskorning ko'rgisi keladi. Yaxshisi do'konning qachon ochilganligini ko'rib kelaylik. To'g'ri deding. Achu. Kechiringlar. Eg'ir sukan bo'lib qolgan o'xshaysan kerak. Sirtqi sal yaxshi bo'lganda chiqsam bo'lmamdi. Menga yetishib bo'lmadi. Bu yerda rasmli kitob do'konidan qoldirgan so'zi bor ekan. Jalibkor chaqmoq polvon rasmli kitobning birinchi soni yo'qolib ketdi. Bu qanday mumkin bo'lsin? Ketganligini aniqlab chiqib, uni qaytarib kelaylik. To'la tushkirib berib, burnimni qizdirib ketibdi kerak. Sirtqi yanini saqlagandan keyin chiqsam bo'larmikin? Bugun kechki harakatimizga sen bormay turg'in. Faqat tushkirib qo'ydim, bu hech qancha ish emas. Men cho'qim borman. Uxlash kiyimlik azmatlar, otlanayli. Sing'ib ketgan qizimiz dunyoga. Shaharda har kuni kechida azmatlardan tarkib topgan bir atrot taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, men mishk yapılan qiz. Geri bo'lsa, men potmuch polvon. Konno bo'lsa, men müşk yigit. Biz uxlash kiyimlik xizmatlar. Achu. Menga yetishib bo'lmadi. Tushkirib berib uchib ketayli deb qopsan. Agar bundoq tushkiraversan, biz bilan sirt ichib yurmasliging kerak edi. Menga yetishib bo'lmadi, men sizlar bilan harakat qilg'im bu. Bo'lmaydi, meningcha sen kontrol sistemasini ishlatib mush yerda qolg'in. Ko'rkitayr bilan qoltiraylik. Sen mush yerda o'tirib aloqalash uskunalari orqali biz bilan aloqalashqin. Sunoq. Nayt yaxshi. Ovozing aniq anglandi. Ma'qul, endi uchaylik. Nima degan kulgili? Uxlash kiyimlik azmatlar potmuch polvonni tashlab qo'yibdi. Bo'ldi, parvonalar. Bu eshikisiga men taqobil turay. Sizlar uningga taqobil turinglar. Bu yerga yolg'iz solinib qolsa ajab zerikishlikkan. Oy qiz, darhol ularga xabar qilay. Biroq oldirmay. Ularga yordam kerak bo'lsa, ularning yeniga berib xabar qilay. Yana tushkunlikda toz qoldim. Yo'qkan, ipuchi yo'qkan. To'xta, uzun quloq. Achu. Uning nima ovozligini aniq uqolmadim. Biz berib ko'rib boqaylik. Ishni ko'rmamdigan. Tush ko'rishimning kuchi nima degan cho'ng. Darajdan tashqari kuchli qol. Stolbini qanday narsa yeyotgandi? O'tkir ko'zing bilan ko'rib boqin. Balkim eski odamdir. Achu. Potmuch polvon.
Biz seni eski adam o'xshaydi deb qapti. Sizlarga Ayqizning maktubimiz taraf ketganligini xabar qilay degan. Ama siz xabarlashish uskunisini ishlatib biz bilan aloqalashmadi. Ama shu, sizlarga yordamim kerakmikin debdiman. Agar sen boshlab tuturmasang, tush ko'rishing hargizmi to'xtamaydi. Men uxdim. Men hozirlik qaytay. Ma'qul, amis biz darhol maktabga boraylik. Narsa bayqisang biz bilan aloqalashqin. Pervonlar musha atrofdakan-ku, demak Ayqiz-kanda. U hozir eshikning sirtida ekan. Men ularga xabar qilishim kerak. Agar uningga agasam, balkim Ayqizning nima qilmoqchi ekanligini bilishim mumkin. Bu chora haqiqatan qoltisgan. Ana yaxshi, u Pervonga izchil egishmag'ay. U meni Ayqizning yoniga boshlab berishi mumkin. Ostroq to'xtab tur, Pervona. Rasmli kitobning birinchi soni bo'lsa nima bo'pti? Yanada zerikishgan u. Fatmuchiq polvon menga ergishib keldi demoqchimisan? Demak, u bosh shtabdan ketdi-da, boshqa Pervonlar eshikni ichib bo'ldimi? Agar Fatmuchiq polvon bosh shtabdan ketgan bo'lsa, amsi mening planim ishga oshqodak. Uxlash kiyimdagi azmatlarning bosh shtabi nihoyatda tezda mening bo'ladi. Mening bo'ladi. U avyad ekan. Sen meni tutolmaysan. Eylik Pervona ne ketgandu? Ularga yordamim kerakligini biladim. Fatmuchiq polvonning tongdasiz yushirdi shunri. Nima? Burkut qanti yeysan? Bo'ldi Ayqiz. Sen ip ketgan jalbkor chaqmoq polvonning birinchi sonini topshir. Fatmuchiq polvon sen bosh shtabda turib burkut aeroplanini boshqarib bizning harakatimizga daxl qilyapsansan. Mening pervonlarim sizlarning bosh shtabinglarda asanchiq. Demak, men sizlarning bosh shtabinglarni kontrol qilib oldim. Endi u mening bo'ldi. Darajadan tashqari ushqirmishik. Nega qochmoqchisan, Ayqiz? Pervonlar hargiz kiramaydi. Fatmuchiq polvon bosh shtabda. Kechiringlar birodarlar, men bu yerda. Bosh shtabinglar bilan xo'shlashinglar, uxlash kiyimdagi azmatlar. Fatmuchiq polvon asli bosh shtabni obdan qotishing kerak. Bilaman, meni kechiringlar. Ayqizdek bosh shtabga kirmadi. Biz amalda uningdan burun qaytib berishimiz kerak. Yo'lga chiqaylik Fatmuchiq polvon. Mayli qandoqli bo'lmasa, men yana esqataman. Pervonalar, sizlarning ish qilmagan ishni ish bermaysizlar, ishni tez yechinglar. Yo'q, bosh shtab Ayqizga ishni oshqila turibdi. Fatmuchiq polvon, Sizlarning gapinglar bo'yicha ishida tursam bo'pti ekan. Shundalar rasmli kitobni qaytarib olg'ili, bosh shtabning bexatarligi kapolat qilib bo'ladi. Biroq hozir uxlash kiyimlik azmatdan o'tirg'i chiqdi. Ishqinglar Ayqizni qo'llanglar, men ishga kirib sizlarga yordam qilay. Shunday qilaylik Fatmuchiq polvon. Bizning bosh shtabimizga yiqilashma Ayqiz. Eshik butunlay yechilgandan keyin bu yer mening bo'ladi. Sizlarni qo'g'lab chiqaraman. Orqalarga chekininglar. Bu misol jalbkor chaqmoq polvon xatarga qoladi. Yerkat. Yaxshi qildinglar Pervonalar. Yigit mushka quloq qiz. Bir Pervona eshikni taqib qo'yib uni itamabdi. Men ishni itib bo'g'icha Ayqizni to'sib turinglar. Unda qason emas Ayqiz. Burkut qanti yeysan? Sizlarning qimmatli rasmli kitobinglar hozir mening qo'limda. Agar buningga bir ish bo'lmasin desanglar, undaqda meni to'sishga urinmanglar. Hep Ayqiz. Kim bu narsani qalayotgan uchirib kontrol qilyapti? Yaxshi qilding Fatmuchiq polvon. Yigit, sen mushka quloq qizga yordam ber, men Ayqizga o'zim taqab o'tiraman. Neri turash.
Adamni bizar qiladigan avlodlar. Sizlarga bu kerakmi? Qimmatli rasmli kitob bilan qo'shilsanglar. Yo'q. Tangdoshsiz mushuk sahishi. Yo'q, sen bek egirkansan, qo'limdan tushib ketay dedim. Rahmat Potmuchuq polvon. O'zmaydi. Talinglar bakkan. Hozir ishkinglar men uchun ichildi. Men yana yangdim. Kishini bizar qiladigan ablaqlar. Sen bir odamni unutib qolgan o'xshaysan. Meni chiqarib bu iflos ablaq. Avval ishini taqab boshtabdan bexatarlikka kafolat qilgandan keyin bir gap bo'lsin. Seni endi chiqarib yetay. Faqat ishongim kelmayotdi. Men bir iflos ablaqqa bu shundoqli yengilib qoldim. Gerçi Potmuchuq polvon tushkirish sababini buning ichida turayotgan bo'lsin, lekin u yana kollektivning o'yin bir a'zosi. Kitayli parvonalar. Kelar qatam meni to'sib qolamaysizlar. Buzg'uncha uxlash ketdik azmatlar. Uxlash kiyimlik azmatlar bilan tantan qilaylik. Har birimiz ketadi. Bechora Giri, u jalibkor polvonning birinchi sonini qaytarib kelishga yordamlashdi. Biroq sukumi texmi yig'lab O ketdi. uyda uzunroq turishi kerak. Biz uning ko'nglini olaylik. Hay Giri, qandayroq tursan? Nega yaxshi? Uyda yolg'iz tursin, ko'nglik bo'ladi ekan. Men dehi o'zimni qahramonlik rasmi kitobini yozdim. Qaranglar, tushkiradigan xislat yigit. O'zimni o'zim tushkirib kuchirib yetaman. Opchi!